Vatandan kelgan uchurlar. Xitoy hukumati Amerikaning irqiy qirg'inchilik qaroridan keyin g'aljerlik bilan odam tutishga boshlagan. 2021 yili 1 oyning 24 kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, 1 oyning 19 kuni Amerika davlat ministrligi Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib borgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgandan keyin Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda zo'r ko'lamlik odam tutishga boshlagan. Amerikaning yuqorqi qarori qarshi o'ch elish deb qaralayotgan bu harakat 2017 yildan keyin ko'rilgan eng vahimalik tutqun qilish hisoblanadi ekan. Xitoyning Uyg'urlarni bostirishga qarshi turk matbuotlari sado chiqarishga boshlamoqda. Anadolu agentligi 22 yanvar Oilam qayerda nomli maqola e'lon qilgan bo'lib, bu maqolada Olimjon Turdinyaz, Amina Vohid, Mirzahmat Ilyas o'g'lu, Madina Nozimi qatorliq 4 Uyg'urning Xitoydagi urug' tuqqanlarining echinishli kechirmishlari, Xitoy Kommunist partiyasining Sharqiy Turkistonda elib borgan kishilik huquq dafsanchiligi tafsili bayon qilingan. Maqolada yana Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi musulmonlarni keng ko'lamda xohlagancha tutib so'lash, qiynash, majburiy ming yuyish va keng ko'lamlik nazorat qilish qatorliq qilmishlari tilga olingan bo'lib, Turkiyadagi Uyg'urlarning o'zining Xitoydagi urug' tuqqanlaridan andish qildiganligi o'tirib qo'yilgan va xalqaro jamiyatni, dunyodagi har qaysi davlatlarni va insonparvarlik tashkilotlarini Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi inson qalbidan chiqqan muomalasiga qarshi so'z qilishga chaqirgan. Amerika bexatarlik tashkiloti dunyo rahbarlarining Xitoyga qarshi ittifoqlashishni umid qiladi. Kanadadagi Ipolitis gazetining 25 yanvardagi xabarida deyilishicha, Halifax xalqaro bexatarlik munbiri bosh ministr Justin Trudeau va Amerika prezidenti Joe Biden qatorliq dunyodagi demokratik rahbarlarni Xitoyga qarshi turish va uning yer shariga kunsir kuchayotgan yer shari ta'sirini ojizlashtirishga chaqirgan. Halifax yer shari bexatarlikni asos qilgan, Washingtonni baz qilgan mustaqil partiyasiz tashkilot bo'lib, dunyo rahbarlaridan Xitoyning harakatiga qarshi turadigan 7 muhim prinsipni qo'llashni talab qilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, bu 7 prinsip Xitoyning demokratik jamiyatga aralashishiga urinish, o'z fuqarolariga zulm qilishga urinish, texnika va internetni kontrol qilishga urinish va axloqqa yot qonunsiz vositalarni qo'llanib, tovar ishlab chiqarish qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Irqiy qirg'inchilik har qachon irqiy qirg'inchilikdir. Qahrton qish xabarlar to'rining 26 yanvardagi xabarda ko'rsatilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerikaga nisbatan eng muhim raqobatning Xitoydan kelganligini, Xitoyning irodasiga qarshi siyosatda shak yo'qligini bildirgan va sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi qaroriga qo'shilganligini ifodalagan. U yana Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan razil siyosatlarining Pompeo degandek irqiy qirg'inchilik bo'lganligini, Sharqiy Turkistondagi majburiy emgak bilan bog'lanishlik bo'lgan mahsulotlarni import qilmaslikqa va Xitoyning Uyg'urlarni bostirish uchun ishlatilgan texnik qurollarini eksport qilmaslikqa kafolatlik qilish kerakligini o'tirib qo'ygan. Blinkenning bu qarori Xitoyning Amerikaning maydonining o'zgarishini orzu qilishdek razil umidini yo'q chiqargan. Amerikadagi 7 korxona jamiyat Amerikani Sharqiy Turkistondagi bostirish qarshi real tadbirlarni qo'llanishga chaqirdi. To'qimchilik dunyosi to'rining 27 yanvardagi xabarida deyilishicha, Amerikadagi kiyim-kechak va savdo sanoatga aloqador 7 jamiyat bugun 117 qurultayning Avam palatasi va Kengash palatasining rahbarligiga xat topshirgan va majburiy emgakka qarab turishga bo'lmaydiganligini ta'kidlab, parlamentni Xitoydagi Sharqiy Turkiston rayoniga tez, aniq, qo'llanishchan va hal qilg'uch tadbir qo'llanishga chaqirgan.
Hatda parlamentning harakat qo'llanib, Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakni oxirlashtirish va u keltirib chiqaradigan texmi cho'ng bostirish harakatini to'xtatishga kafolatlik qilishi talab qilingan. Yahudi arboblari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga inkos bildirdi. Al Jazeera to'rining 27 yanvardagi xabariga qaraganda, Angliyadagi nopuzliq Yahudilar Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi chiqishda axloqiy majburiyati borligini aytgan. Xabarda yana Yahudi kishilik huquq tashkiloti raisi Mia Hasan-Sun-Kross Xitoy Kommunist partiyasining Uyg'ur tili, madaniyati va an'anasini yo'qotishga uringanligini, shundaqla bu irqiy qirg'inchilikning oldini olish kerakligini o'tirib qo'ygan. Amerika va NATO'ning eng yangi yer shari xarakterlik harbiy strategiyasi. Amerika va NATO'ning Sovet ittifoqi parchalangandan keyingi yangi strategik nishoni O'tir Sharq va Qora dengiz rayoniga markazlashgan bo'lsa, keyinchi yana Afg'oniston va Sharq Yevropaga kengaygan edi. Bu fursatdan unumli foydalangan Xitoy chorak asrdak o'zini puxtalab, hozirgi qor niyati uchun asos selib oldi. Har holda yaqinqi 10 yildan buyon Amerika taraf Tinch okean rayoniga qaytadan strategik yo'tkilish haqida g'ulg'ul qilishga boshladi. Bo'libmi oxirgi 5 yildan beri bu tasavvur asta-asta amallashga boshladi. To'limi afsus, dunyo bo'yicha birdan-bir darajadan tashqari kuchli davlat bo'lgan Amerika bu ishga bakli kechikib qolganligini his qildi. Shuning bilan Hindi Tinch okeandagi yana bir ittifoqdosh davlat Hindistonnimi bu planga akirib qolmay, yana hozirgi dunyoda birdan-bir qudratli harbiy kuch bo'lgan NATO guruhini sharqqa boshlab kelib, Hindi Tinch okean rayoniga strategik yo'tkeldi. Milliy bexatarlik va kun sayin kuchayayotgan Xitoy tahdidi Amerikani Hind okean va Tinch okeandagi o'rnashtirishlarni muhim o'rinda qo'yishga, shuningdek shu joylardagi zarur strategik yirik harbiy planlarni, turli qamal siyosatlari va cheklash prinsiplarini eng ta'xirsiz vazifa qilib bekitishga majbur qildi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining Xitoy qaratgan yangi cheklash strategiyasi, o'rnashtirishlar, tahdidlar va mumkinchiliklar. Sobiq Sovet ittifoqi 2-dunyo urushidan tortib 1989-yili noyabrda Berlin temi o'rlib tushkichi bo'lgan orliqda G'arb va Amerikaga ideologiya va harbiy jihatdan eng ko'rinarli raqobat va tahdid paydo qildi. Ammo shu vaqtdan boshlab strategik ko'rsatkichlar Xitoyni Amerikaning dunyodagi nufuzi va ta'sirining kelgusiga nisbatan cho'ng tahdid deb ko'rsatishga boshladi. Bir yildan ko'proq vaqtdan buyon Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg bu ittifoqning yer shari ishlarida texmi cho'ng siyosiy rol o'ynashini, hatto Hindi Tinch okeandagi davlatlarga yordam berish orqali Xitoyning qad ko'tarishini unumli cheklashni talab qildi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining oldin qatimliq Londonda o'tkazilgan boshliqlar yig'inidagi, ya'ni 2019-yili 12-oyning 3-kunidan 4-kunigacha oxirgi bayonotda Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlar yig'ini tarixida tunji qatim harbiy kuchi kun sari kuchayotgan Xitoyning yangi dushman ekanligi aniq o'tirib qo'yildi. Bayonotda mundaq deyildi: Biz Xitoyning kun sari kuchayotgan ta'siri va xalqaro siyosatining ham fursat, ham cho'ng xirqi vakillik qiladiganligini to'nib yetdik. Biz harbiy ittifoq bo'lish sifatimiz bilan buningga cho'qim birlikda taqobil turishimiz kerak. Endi Tinch okeandagi Xitoyni cheklashga turtki bo'lgan halqiliq omillar va sabablar. Birinchi, Xitoyning yer sharidagi universal ta'sirining tezdan kengayishi. Ikkinchi, Amerikaning kun sari kuchayotgan Xitoyni eng cho'ng tahdid deb qarashi. Uchinchi, Xitoyning Yevropadagi ta'sirining kengayishi va singib kirishining tezlashishi. To'rtinchi, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining birligini qo'g'dab qilish. Beshinchi, Xitoy virusi, ya'ni COVID-19 krizisi. 6. Xitoy-Rossiya ittifoqi va universal hamkorligining kun sayin kuchayishi. G'arbning 2014-yili Qrimni yutib olgandan keyingi Rossiya bilan bo'lgan surkilishiga egishib, Rossiyaning Xitoy bilan bo'lgan manfaati zo'r darajada bir yerga to'plandi. 2018-yili Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xitoy raisi Shi Jinping bilan 5 qatim ko'rishdi. Shu yili Rossiya bilan Xitoy 10 necha yildan buyon O'rta Osiyo va Shimoliy qutb rayonlarida, Baltiq dengizida, Qora dengiz va O'tir yer dengizida eng cho'ng birlashma harbiy manevr o'tkazdi. 2018-yili ikki davlat o'rtasidagi savdo 30%dan ko'proq oshdi. Bu sonning texnik tez ko'payish ehtimolligi yanada zo'r. Mexanizm va qurollar. Xitoyning qad ko'tarishi keltirib chiqargan bu tahdid va xirislarga asosan G'arbning, bo'libmi Amerikaning inkosi bir qator qurol va mexanizmlarni o'z ichiga olgan Xitoy qarta yangi cheklash strategiyasini yo'l qo'yishida gavdlangan. Buning muhimlari tovandikicha. Birinchi, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining Osiyo Tinch okean rayonida kengayishi. Ikkinchi, Amerikaning Osiyo qaratgan siyosatini izchil davomlashtirish. Uchinchi, Amerika, Hindiston, Avstraliya, Yaponiya to'rt taraf birlashmasining shakllanishi. To'rtinchi,
Rossiyani G'arb bilan birlikda Xitoyga qarshi turadigan ittifoqqa jalb qilish. Ehtimolliklar va tasavvurlar. Yuqorqi xirrislar va o'ylanishlarga asosan tövandikilarni tasavvur qila olishimiz mumkin. Birinchi, balkim hozir Shimol Atlantik ahdi tashkiloti Xitoyni an'anaviy strategik raqobatchi deb qaramasdan, balki Xitoydan kelib chiqqan odatdan tashqari xavfni azaytish yoki tugutish uchunla o'rtaq tirishchilik ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining Xitoy va Chavshanga qarshi turish uchun zo'r xavfsizlik tirishchiligiga qo'zg'ab, tavakkilchilik qilishi yoki G'arbiy Tinch okeandagi 4 cho'ng to'qinish rayoniga bevosita aralashib qilishi mumkin emas. Chunki bunday qilish zehniyat va diqqatni burab, Yevropadagi nayrangvoz Rossiya fursatparastligiga ilhom beradi. Uchinchi, bir qadar kuchli ehtimollik shuki, Shimol Atlantik ahdi tashkiloti balkim Sharqi Janubiy Osiyo ellar ittifoqi, Yaponiya, Hindiston qatorliq boshqa cho'ng davlatlar va an'anaviy organlarning iqtidorini kuchaytirib, bu chorani Xitoyning rayonlik va dunyoviy darajadan tashqari cho'ng davlat sifatida bosh ko'tarishni cheklashning yo'li va unumli cheklash vositasi qilib olishi mumkin. To'rtinchi, yana bir kuchli ehtimollik shuki, NATO asosligi mablag' selish va yordam berish qatorliq iqtisodiy va texnik qurollari, shundaqla cheklik, ig'vogarchilikdan mudofaalash qatorliq yumshoq va oqilona tadbirlar orqali mudofaa diplomatiyasi odatdan tashqari bexatarlik va strategik sheriklik munosabati qatorliq omillar orqali Xitoyni unumli cheklashni amalga oshirishi mumkin. 5. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining Xitoyni cheklashdagi maqsadi Hind Tinch okeanidagi cho'ng harbiy kuchga aylanish uchun emas, balki bu rayondagi har qaysi ittifoqdosh davlatlarni o'z rayonining an'anaviy bexatarlik bilan ta'minlash. Amerikada prezident va qonun turg'uzi saylan bo'layotgan nozik bir mezgilda Amerika hukumatining eng ko'z ko'ringan arboblaridan biri bo'lgan davlat ishlari kotibi Mike Pompeo va davlat mudofaa ministri Mark Esper Janubiy Osiyodagi Hindiston, Sri Lanka, Maldiv, Indoneziya va Vyetnam qatorliq 5 davlatni ziyorat qildi. Bu ziyorat Washington Tayvanga 1 milliard 800 million dollarlik qurol setishga qo'shilgandan keyin elib berildi. Prezident Donald Trump hukumati yana Amerika parlamentiga Tayvanga 2 milliard 370 million dollarlik harpun boshquriladigan bomba sistemasini setishni planlaganligini uqtirdi. Bu Amerika doiralari tarafidan 2 hafta ichida tuzilgan ikkinchi cho'ng qurol-yarog' kelishim bo'lib, bu aniqla Bejingning g'azab nafratlarini qo'zg'aytdi. Muaciratdagi Uyg'urlar. Ay qizning hikoyasi. Kurshad o'g'li. Sharq Turkistonning sirtida qo'shnidarchilik shaklda to'plashib o'ltiraqlashgan Uyg'ur jamoati G'arbiy Turkistonda tarixiy jarayonlarda shakllangan an'anaviy Uyg'ur jamoatlarini hisobga olmaganda, bu dunyoda faqat Turkiyaning Qaysari shahrida bor. Dunyoning hamma yeriga chechilgan ona vatansiz Uyg'urlar Sharq Turkistonda jazo lagerlarining ochiq oshkora maydonga chiqishi bilan vatan bilan bog'lanib, Uyg'urlikni saqlashdan mahrum qilib, Uyg'ur to'plamiga bo'lgan ehtiyoji jiddiy oshmoqda. Öz vatanida ajdodlardan mahalla-mahallada to'plashib, o'ltiraqlashib, o'zaro tamoq sunishib, chiroyli o'tishgan qo'shnidarchilik vatan sirtida yo'q. Uyg'ur ballarının reallik kechirmishlaridan ay qizning hikoyasi bizga Uyg'urlikning qandaq bir holatda muhojiratdagi Uyg'ur ballarının hayotida davom qilayotganligining bir misolini so'zlab berdi. Ay qiz bu yil 12 yoshga kirdi. 7 ay ilgari dadasining xizmati sababidan o'zi 8 yil turgan Kaliforniyadan Amerikaning o'rta qismidagi bir shtatga ko'chib keldi. Muhitdagi o'zgarish uningga qanchalik ta'sir qildi? Ay qiz deydi. Boshda yaxshi ko'rdim, ammo bu yer dengizga tutashmagan. Kaliforniyada bo'lsa dengizga tutashgan. Amerikada bir ish bo'lib qolsa, kemiga o'ltiribla boshqa davlatlarga ketalaymiz. Ammo Kanzasning hamma tarafi Amerika. Men o'zimni bir uyga solinib qolganda his qilaman. Noyabrdan boshlab Kanzasda qor yog'ishga boshladi. Kanzasga kelgandan beri ay qiz tunji qatim ufqisi bilan sirtqa chiqib, qong'uchi qor o'ynadi. Ay qiz Yaponiyada qishda tug'ilgan. Shunga uning qorga bo'lgan muhabbati boshqacha. Virus sababidan maktablar taqalgan. Butun o'qish internetga ko'chgan bo'lg'achqa, ay qizning uyga qapsilib qolganiga 7 oy bo'lgan edi.
Kaliforniyadagi do'stlardan ayrilib, yangi bir muhitga kelgan va shuningdek yangi maktabga berib, yangidan do'st tepish fursatidan mahrum qolgan ay qiz bu 7 oy jarayonida texmi kamsiz bo'lib ketgan edi. Yangi yerdagi qilin qor uningga uydan chiqish fursati yaratib bergan edi. Ay qiz Kaliforniyani doim aslaydi. Shimoliy Kaliforniya Amerikadagi Uyg'urlar bir qadar ko'p o'ltiraqlashgan rayonlarning biri. U rayondagi Uyg'ur onalar g'ayratga kelib, bir qancha yil ilgari Uyg'ur ona til maktabidan birini ochdi. Kaliforniyadagi chaqda yiroq bo'lsa-mu, onasi uni yana bir shahardagi ashu Uyg'ur tili maktabiga aparatdi. O yerda ay qiz o'zining yaxshi o'tadigan Uyg'ur adashlari bilan har haftada ko'rishib tura olaydi. Darsdan keyin ay qiz maktabning yaqin atrofidagi bog'chisiga berib, adashlar bilan yana azroq billa o'ynab oladi va yoki Uyg'ur maktabning yuqori yilliqlaridagi qizlarning yetakchiligida Uyg'urcha usul o'rganadi. Keyin virus sababidan u maktab taqilib, darslar internet orqali o'tildigan bo'ldi. Kaliforniyadan ko'chib kelgandan keyin ay qiz yana bu darsni to'rda davom qilyotdi. Ay qiz hozir Uyg'urchani ravon o'qiy oladi. Yaponiyada tug'ilgan ay qizning tunji tili yaponcha chiqqan edi. Ata-onasi uyda faqat Uyg'urcha so'zlaganiga qaramay, Yaponiyadagi tog' kulturlik muhit ay qizga Uyg'urcha til chiqarishga imkoniyat bermadi. Ay qizning dadasidan anglashicha, bu ularning Yaponiyadan Amerikaga ko'chib kelishdagi sabablarning birisi ekan. Amerikada sirtqi muhitdagi til Yaponchadan inglizchaga almashgan bo'lsa-mu, ay qizning uyidagi o'rtaq til yana Uyg'urcha. Ay qiz hozir yaponcha so'zlashni unutib qoldi. Ammo ota-onasi bilan uyda Uyg'urcha paranglashadi. Ay qiz uchun Uyg'urlar to'g'ri deb qaraydigan ba'zi ishlarni tushunishga vaqt ketadi. Oldingi haftadagi Uyg'ur tili darsi Nasriddin apandi haqida bo'ldi. Muallim Nasriddin apandimning bir latifasini balalarga o'qib berib, Nasriddin apandim haqida o'ylaganlarini so'rdi. Ammo ay qiz Nasriddin apandim degan bu shaxsni muallim aytgandek undaq aqlli deb o'ylamadi. Ay qiz, Nasriddin apandim bayning qoznini tug'di deb kichik qozon opirib berib, keynidan qozningiz o'lib ketdi deb oriyatga olgan qozonni qaytarib bermay o'zining qilib oladi ekan. Bu degan aldamchilik bo'lmamdi? Men bu odamni yaxshi ko'rmadim dedi. Keyin dadisi ay qizga amaliyotda bu bayning aldamchilik, pixsiqlik va qaqti so'qti qilish bilan boy bo'lganligini, Nasriddin apandim u baydan hisob elish uchun shundoq qilganligini, Uyg'urlarda undaq qozonga mundaq cho'mish degan tamsil borligini so'zlab berdi. Andin dadisi ay qizga apchilamning hikoyasini so'zlab, uni kuldirdi. O'zi tirishib boy bo'lgan, pul topgan odamlarni biz hurmatlaymiz. Bundaq odamlar maktab qurib, yetim yesirlarga yordam qilib, Uyg'urlar orasida texmo hurmat topadi. Ammo pul uchun ruhini shaytonga sotgan insonlar boshqa qizim. Undaq odamlarni biz jazolamaymiz. Chunki aramizda Nasriddin apandimdek, apchilam, Sadir palvondek tinch usulda aql bilan ularning adabini berib, bo'zak bo'lganlarni qo'g'daydigan qahramonlarimiz har doim bor, dedi dadisi. Hozir ay qizning Nasriddin apandimga bo'lgan ko'z qarashi o'zgardi. Ammo qozon rastalla tug'amdi. Uyg'urlikni tushunishda qiynalayotgan ay qiz Amerikacha qimmat qarashlarni to'liq qabul qilib cho'ng bo'layotamdi. Ay qiz komediyalik kinolarni ko'rishga amroq. U burun qahramonlarning filmlarini ko'rishga amroq edi. Ammo keyin u qahramonlarning qilayotgan ishlarini bargan sir yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Ay qiz, bu qahramonlar Göröge ilingan adam bar mashinini ko'chalarda qo'g'laydi ekan. Boshqa mashinalarni urib so'qib, oxiri shu mashinani qo'g'lab yetib, bir odamni qutqizadi ekan. Ammo ular urib so'qqan boshqa mashinalardagi odamlar qanday qiladi? U mashinalarning ichida bolalar, ayollar bor. Hatto bu vaqtlarmi bor bo'lishi aniq. Bu qahramonlarning nazarida o'zi qutqizmoqchi bo'lgan shu birla odam bor ekan.
Әмма башqa odamlarning hayoti bilan kori yo'q ekan. Shu bir odamni qutqizish uchun ular yo'lda ketayotgan shundaq jiq mashinalarni vayron qilib ekan. Ichida boshqalar o'lyapti, kori yo'q ekan. 12 yoshga kirgan Ayqiz zamonaviy musiqalarni anglashga amroq. Ayqiz Uyg'urcha naqshlarni anglaydi. U burun Kichik Barna va bo'libmi Ablajon Avitning Suyimlik muallim degan naqshisiga bak amroq edi. Ablajon Avitning naqshi aytolmaydigan bo'lib qolganligini anglaganida u xeylig'icha azoblangan va shuningdan keyin bu naqshini anglamas bo'lib qolgan edi. Ayqizning darsdan sirtqi faoliyatlarining birisi bo'lsa musiqa o'rganish. Virus tarqashdan burun u haftasiga 1 soat pianino darsiga boradi. Uning qo'llari pianino chalishga xeyli ko'nib qolgan edi. Ammo Ayqiz texi biror Uyg'urcha musiqani pianinoda chalib baqqani yo'q. Dadasining deyishicha, u ko'p izlangan bo'lsa-mu, Uyg'urcha musiqalarning pianinoda chaladigan notasini topolmabdi. Ayqiz Uyg'urcha tamoqlarga amroq. Qo'l tusimi to'g'rab, kesib, yo'g'rib, tugib, erinmay etilgan issiq uy taomlari bilan cho'ng bo'lgan Ayqiz uchun Uyg'urlik ana shundaq mezilik va mehrlik. Har qitim polo tayyor bo'lganda, qachonga jiq go'sh, may silib bering deyishni unutmaydi. Ayqizning bir qism do'stlari cho'ng bo'lgan siri go'sh yeyishdan chiqib, go'shsiz tamoq yeydigan bo'lib qoldi. Ammo Ayqiz uchun go'sh yeyish inson uchun normal. Dadasi uni dehqonlarning uyiga apirib, itiz, qassobning yeniga apirib, qo'yni ko'rsatib, hayotlikning, mavjudlikning mexanizmini uningga maktabga kirishdan burun ko'rsatgan va tushuntirgan. Şoňa o buningga ko'nik va tamoq yeganda dadasi o'rgatgandek duo qilishni davomlashtirdi. Maktabida madaniyat almashtirish faoliyatlari bo'lsa, Ayqiz do'ppi bilan atlas kiyib, onasi tayyorlab bergan samsini ko'tarib berib, Uyg'ur kimligini ifodalashni yaxshi ko'rdi. Ayqiz dastlabida o'zining kimligini ifodalashda xeyli qiynaldi. U o'zini Uyg'ur desa, atrofidagilar Uyg'ur degan nima deb so'rg'anlar bo'ldi. Ata-onasining Uyg'ur degan Turk, Uyg'ur degan Sharq Turkiston degan davlatning egillari degini bo'yicha o'zini Sharq Turkistonlik deb baxdi. Ammo uningga qiziqqanlar xaritini ichib, hozirgi mavjud davlatlarning orasidan Sharq Turkiston degan davlatni topolmadi. Hozir ko'p kishilar Uyg'urning kim ekanligini biladi. Ayqizmo so'rg'anlarga o'zini Amerikalik Uyg'ur, ya'ni Uyg'ur Amerikan deb tunishtirgan bo'ldi. Kelgusiga bo'lgan tushuncha Ayqiz uchun aniq emas. Uning cho'ng bo'lganda insonparvarlik xizmatlarini qilish orzusi bor. Harvardga berib, qonun o'qib, advokat bo'lish va yoki tibbiy maktabga berib doktorlik o'qishmo planida bor. Ammo aniq emas. Ayqizning eng cho'ng orzusi yanala virus besiqqanda oila bo'yicha yana Kaliforniyaga Uyg'ur tili maktabi bor yerga ko'chib ketib, do'stlar bilan jam bo'lish.